Yurtimizda farmatsevtika sohasini rivojlantirish, aholining xavfsiz hamda sifatli dori vositalariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Toshkent Farmapark klasterida bo'lib o'tgan Abu Ali ibn Sino Sharq gavhari jahon merosi mavzusidagi an'anaviy xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda shu xususda so'z bordi. Sog'liqni saqlash vazirligi, Ibn Sino jamoat fondi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi hamkorligida o'tkazilgan tadbir buyuk alloma Abu Ali ibn Sino tavalludiga 1045 yil to'lishi va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tashkil etilganligining 30 yilligiga bag'ishlandi. Anjumanda yurtimiz vakillari bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Polsha, Shveysariya, Hindiston, Singapur, Indoneziya, Iordaniya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi mamlakatlardan 300 nafardan ortiq ishtirokchilar, jumladan xalqaro tashkilotlar mas'ullari, yetakchi olimlar, soha mutaxassislari hamda nufuzli ekspertlar qatnashdi. Plenar va seksiya yig'ilishlarida 50 ga yaqin ilmiy ma'ruza, mahorat darslari va farmatsevtika mahsulotlari ko'rgazmalari taqdim etildi. Xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda respublikamizga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilish, davlat ro'yxatdan o'tkazish tizimini takomillashtirish, litsenziyalashtirish, GMP, GDP, GPP standartlarini va sertifikatlashtirish jarayonlarini, inspeksiyalarni xalqaro darajada yo'liga qo'yib va xalqaro e'tirofga ega bo'lish uchun chora-tadbir rejasi belgilangan. Ro'yxatdan o'tkazishdan boshlab klinik sinovlar, klinik oldi sinovlari, bioekvivalentlik sinovlarini joriy qilish bo'yicha mana Polsha, Rossiya, Hindiston davlatlaridan mutaxassislar kelib fikr almashmoqda. Ta'kidlanishicha, buyuk alloma Abu Ali ibn Sino 10 asr muqaddam yaratgan ilmiy asarlari bilan nafaqat Sharq, balki jahon ilm fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Anjumanda uning ilmiy merosi, xususan tibb qonunlari asarining zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati alohida e'tirof etildi. O'z navbatida jahon farmatsevtikasidagi zamonaviy tendensiyalar, O'zbekistonda bu sohaga doir dolzarb masalalar muhokama qilindi. Bugungi anjuman sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohasidagi hamkorlikning mustahkam poydevorga ega ekanini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, u O'zbekistonning global sog'liqni saqlash taraqqiyotiga qo'shgan hissasini ham namoyon etadi. Biz kelgusida ilmiy hamkorlikni yanada rivojlantirib, innovatsiyalarni joriy etish va aholini sifatli dori vositalar bilan ta'minlash borasida birgalikda harakat qilishga tayyormiz. Ma'lumki, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, standartlashtirish, sertifikatlashtirish hamda litsenziyalash orqali davlat nazoratini amalga oshirib kelmoqda. Muassasa o'z faoliyatini jahon standartlariga muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratyapti. Bu yo'nalishda ISO 9001 xalqaro sifat boshqaruvi standarti joriy etilgan bo'lib, farmatsevtika jarayonlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Markaz Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, USP, ICH, IMDRF, IPRP, EduChem kabi xalqaro tashkilotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Anjumanda ICH assambleyasi raisi Lenita Lindstrom, EduChem direktori hamda IPRP boshqaruv qo'mitasi raisi Petra Doyer kabi xalqaro darajadagi mutaxassislar onlayn murojaatlari orqali O'zbekistonda bu soha rivojiga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlab o'tdi. Hamkorligimiz sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohalarida samarali tizim yaratishda muhim o'rin tutadi. Yevropada dori vositalari xavfsizligini ta'minlash bozor nazoratining barcha bosqichlarida amalga oshiriladi. Elektron nazorat tizimlari orqali mahsulotlar shaffofligi kuchaytiriladi va ehtimoliy xavf-xatarlarning oldi olinadi. Bu anjuman orqali tajriba almashish va aholi salomatligi yo'lida birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Anjumanda O'zbekistonda milliy farmakopiyaning yaratilishi farmatsevtika sohasidagi tarixiy yutuq sifatida alohida e'tirof etildi. Raqamlashtirish jarayonlari esa nafaqat sohani takomillashtirish va samaradorlikni oshirish, balki dori vositalari xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlar hamda talablarni milliy qonunchilik va nazorat tizimiga integratsiya qilishda muhim ekanligi qayd etildi. Tadbir doirasida farmatsevtika sohasini rivojlantirish, aholining xavfsiz hamda sifatli dori vositalariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash yo'nalishida fidoyilik ko'rsatgan bir guruh mutaxassislarga O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi. Shuningdek, yakunda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi qator nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlik hujjatlarini imzoladi.